Bahouddin Naqshband haqida 10 ta fakt. Bahouddin Naqshband 1318-yilda Buxoroning Qasri Hinduvon qishlog'ida tug'ilgan. Allomaning birinchi ustozi Xoja Muhammad Samosi hisoblanadi. U dilbayoru dastbakor shioriga amal qilib, matoga naqsh solish ishi bilan shug'ullangani uchun Naqshband deb atalgan. Alloma islom olamida balogardon, Xoja-i Buzruk, Shoh Naqshband nomlari bilan mashhurdir. Bahouddin Naqshbandning tasavvuf ta'limotiga oid 10 dan ortiq asari mavjud. Alloma Qur'on, hadis, fiqh, aqida va tasavvuf kabi ilmlarni 19 yil davomida mukammal o'rgangan. Bahouddin Naqshband ma'rifatli bo'lishning bugungi kungacha o'z ahamiyatini yo'qotmagan 20 ta usulini amaliyotga tatbiq etgan. Allomaning Naqshbandiya ta'limoti asosida Movaroun Nahrida Ahroriya va Dahbediya, Hindistonda Mujaddidiya va Shamsiya, Xurosonda Islomiya kabi tariqat tarmoqlari shakllangan. Bahouddin Naqshband qo'l ostida 10 mingdan ortiq tasavvuf namoyandasi ta'lim olgan. Alloma 1389-yilda o'zi tug'ilib o'sgan qishloqda vafot etgan.